alaykum. Bugun sizlar bilan AKDS vaksinasi to'g'risida gaplashamiz. AKDS vaksinasi bu aksor belgilangan ko'k yo'tal, bo'g'ma, qoqshol kasalliklariga qarshi kombinatsiyalangan inaktiv vaksina hisoblanadi. Mazkur vaksinaning tibbiy va ijtimoiy ahamiyatini baholash uchun yuqorida u qarshi ta'sir xususiyatiga ega bo'lgan 3 ta kasallikni alohida ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi kasallik bu ko'k yo'tal. Ko'k yo'tal nafas yo'lining juda xavfli bakterial infeksiyasi hisoblanib, uning qo'zg'atuvchisi kishining yo'talishi yoki aksi urishi oqibatida havoga tarqaladi va shu havodan nafas olgan odam ham ko'k yo'tal bilan zararlanadi. Avvalgi xuddi shamollashning kabi alomatlar paydo bo'la boshlaydi, ya'ni yo'tal, aksirish, tumov, harorat ko'tarilishi eng ko'pida 38-9 gradusgacha. Ba'zi holatlarda ichki ketish 7-10 kun o'tib, yo'tal xurujlari ham yomonlashadi. Yo'tal xurujlari hatto qusish, kuchli holsizlik va keskinlashuv natijasida yuzning qizarib yoki ko'karib ketishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Xasta kishilarda bo'g'imlar, torayish sababli tez-tez yuz, bo'yin sohasida shishlar kuzatiladi. Teri va ko'z shilliq qavatida qon quyilishlarini ham boshdan kechirish mumkin. Asabiy ta'sirchanlik ortishi, nevroz va bosh aylanishini qo'zg'atishi ham amaliyotda kuzatilgan. Hatto ba'zida kuchli yo'tal bolalarning hushidan ham ketkazadi. Bu davr 30 kungacha davom etadi. Xurujlar aksariyat odamlarda kuzatiladi, lekin bu hammada ham degani emas. Chaqaloqlar umuman yo'talmasligi, ammo bu holatda og'zini tez-tez ochib, havo olib turishi, hansirashi mumkin. Qancha ko'p vaqt o'tsa, kasallanish ehtimoli ham yuqorilashib boradi. Ko'k yo'taldan asosan yoshga yetmagan chaqaloqlar nobud bo'ladi. Shuning uchun homilador ayollar va chaqaloq yaqinida bo'ladigan kishilarning kasallikdan emlangan bo'lishi juda katta ahamiyatga ega. Difteriya navbatdagi kasallik. Difteriya bu asosan nafas yo'llarini zararlovchi, og'ir kechuvchi va yuqori darajada yuqumli bo'lgan bakterial infeksiya hisoblanadi. Ushbu kasallik bakteriyalar tomonidan chaqiriladi. Bakteriya inson organizmiga tushgach, o'zidan toksin ishlab chiqaradi va bu toksin tanadagi hujayralarga zarar yetkazib, turli asoratlarga olib keladi. Difteriyaga sabab bo'luvchi bakteriya odatda nafas olish orqali organizmga kiradi. Bakteriyaning yuqish yo'llari havo tomchi yo'li, ya'ni bemor yo'talganda, aksirganda yoki suhbatlashganda ajralgan zarrachalar orqali amalga oshadi. Bundan tashqari, kasallik yuqtirilgan buyumlar yoki bemor bilan bevosita aloqada bo'lish orqali ham yuqishi mumkin. Difteriyaning belgilari bakteriya organizmga kirgandan keyingi 2-5 kun ichida namoyon bo'ladi. Kasallik o'tkir holatda boshlanib, asta-sekin og'irlashib boradi. Kasallik o'tkir holatda boshlangandan so'ng eng ko'p uchraydigan ko'rinishlardan biri bu tomoq difteriyasi turi hisoblanadi. Difteriya kasalligida bunda bemorda tomoq og'rig'i, yutishda qiyinchilik, tana haroratining ko'tarilishi, limfa to'qimalarining kattalashuvi kabi belgilar kuzatiladi. Difteriyaning eng xavfli jihati bu bakteriya ishlab chiqaradigan toksin yurak, nerv tizimi va buyraklarga yetkazadigan zararli ta'sir hisoblanadi. Shu sababli ham difteriyadan eng samarali himoya bu vaksinatsiyadir. Aholi orasida ommaviy emlash darajasi qancha yuqori bo'lsa, kasallik tarqalish ehtimoli shuncha past bo'ladi. Navbatdagi infeksiya bu qoqshol. Qoqshol bu bakteriyalar keltirib chiqaradigan jiddiy kasallik hisoblanadi. Bu bakteriyalar ko'pincha tuproqda, go'ngda va hayvonlarning najasida uchraydi. Qoqshol bakteriyalari tanaga odatda kesiklar, teri butunligi buzilgan yaralar orqali kiradi va markaziy asab tizimiga ta'sir qiluvchi kuchli toksin ishlab chiqaradi. Bu esa mushaklarning spazmlarini keltirib chiqaradi. Qoqshol belgilari odatda bakteriyalar organizmga tushganidan keyin 3-21 kun o'tgach paydo bo'ladi. Alomatlari va ularning paydo bo'lish muddati tanaga kiradigan bakteriyalarning joylashuvi va miqdoriga qarab farq qiladi. Qoqsholning eng aniq belgisi jag mushaklarning qotib qolishi va qisqarishi bo'lib, bu holat
stresmus yoki jag'ning qulflanishi deb nomlanadi. Infeksiya tarqalishi bilan isitma, terlash va umumiy holsizlik kabi belgilar bemorda namoyon bo'la boshlaydi. Qo'qshol belgilari agar davolanmasa, nafas olish mushaklarining falaji va nafas olish yetishmovchiligi kabi hayot uchun xavfli asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, qo'qshol ham yuqoridagi xavfli ikki infeksiya kabi emlash orqali samarali tarzda oldini olish mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi. AQDS vaksinasi qachon va qaysi kasalliklarga qarshi qo'llanilishiga ko'ra 6 ta turi mavjud, ya'ni 6 ta dozada O'zbekiston Respublikasi milliy emlash kalendariga muvofiq bolalarga vaksinatsiya orqali yuboriladi. Demak, AQDSning birinchi dozasi 2 oylikda, ikkinchi dozasi 3 oylikda, uchinchi dozasi 4 oylikda, to'rtinchi dozasi 16 oylikda, 5-dozasi 7 yoshda va so'nggi 6-dozasi 16 yoshda qilinadi. AQDS vaksinasini issiq havoda o'tkazmagan ma'qul. Agar vaksinatsiya qilingan bo'lsa, uyga qaytgach bolaga haroratni tushiruvchi preparatlar berilishi mumkin va bu albatta shifokor bilan maslahatlashgan holatda bo'ladi. AQDS vaksinatsiyasida faqatgina tana harorati ko'tarilibgina qolmay, umumiy holsizlik, talvasalar ham kuzatilishi mumkin. Bu holat shartli ravishda norma hisoblanadi. AQDS vaksinalashga qarshi ko'rsatmalar, kuchli allergik reaksiya yoki avvalgi olingan vaksinada reaksiyalar bo'lgan bo'lsa, bundan tashqari bolada asab tizimi tomonidan kamchiliklar bo'lishi, anamnezida tutqanoqlar bo'lsa, mazkur holatlarda emlash olib borilmaydi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, AQDS vaksinasi inson hayoti uchun xavfli bo'lgan yuqoridagi 3 ta kasallikdan bizni himoya qilar ekan. Shuni inobatga olib, emlashga befarq bo'lmasligimiz orqali nafaqat o'zimiz, balki atrofdagilarimiz salomatligi uchun ham katta hissa qo'shgan bo'lamiz.